Assalomu alaykum. Biz hozir Hamrayev Farhod akani yerlariga keldik, xonadoniga bordik. Hamrayev Farhod akamiz Agrobank tomonidan imtiyozli ravishda kredit olgan. Hozirda issiqxonachilik, chorvachilik va asalarichilik bilan faoliyat olib bormoqdalar. Kredit olgangacha daromadi 15-20 million so'mda tashkil etsa, kredit olgandan keyin Agrobankdan imtiyozli ravishda kredit olgandan keyin daromadi 85-90 million so'mga yetmoqda. Hozirda chorvachilik yo'nalishidan shu 35-40 million so'm daromad ko'ryapti. Issiqxona yo'nalishidan 20 million daromad ko'ryapti. Chorvachilik, issiqxonachilik va parrandachilikdan 10 million so'm daromad ko'ryapti. Hozirda daromadi ham yaxshi. O'zi ham, turmush o'rtog'i ham ish bilan band hisoblanib kelmoqda.